Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bizani bolalar milliy tibbiyot markaziga. Bizani bugungi ko'rsatadigan bemorimiz Muhammad Amin, 3 yoshli bolachamiz tetrada fallo degan og'ir tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan. Ikkita yordamchi operatsiya bajarilgan, lekin bolani qo'shimcha kasalliklari, bolani ahvolini og'ir ekanligi, parokini kuchli namoyon bo'lgan og'ir turi ekanligi hamda oilaviy sharoitlardan kelib chiqib Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya fondiga murojaat qilishgan. Fondning ko'magida biz operatsiya qildik. Bolamizning ahvoli Xudoga shukr ancha yaxshi. Kelinglar, mana bolamizning o'zini ko'rishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Muhammad Amin. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Men Qosimova Dilfuza, Farg'ona viloyatidan kelganman. Mana shu больницаga o'g'lim Rustam Muhammad Aminda kasalligi yurak kasalligi bo'yicha biz bu yerga keldik. O'g'limning yuragida nuqsoni bor edi. Doktorlar operatsiya dedilar. Operatsiyaga mablag'imiz yo'q edi. Mirabror Usmonov fondidan eshitib, o'sha yerga bordik. Ular bizga juda ham katta yordam qilishdi. Biz hech unutmayman. Ularga Alloh ajrlar bersin. Juda ham xursandmiz. Shu fond orqali mana shu bolam ancha hayotiga qaytdi. Ahvoli juda ham og'ir edi. Men bundan juda ham xursandman. Doktorlarimizdan ham hammalaridan, fonddagilariga ham katta rahmat aytaman. Fond bizning eng og'ir kunimda bularga rosa katta yordam berishdi. O'g'lim ahvoli juda ham og'ir edi. Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya fondiga tashakkur bildiraman. Ularga katta rahmat. Oxiratlari obod bo'lsin. Allohim ajr bilan mukofotlasin. Fond tashkil qilgan insonga ham, uni olib borayotgan inson hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Bizga o'xshagan insonlarga yordam berib kelishyapti ekan, bularning ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Allohim ishlarini barakotli qilsin, xayrli, davomli qilsin.